Qaysi o'yinni o'ynay? Mayli, birinchi mana o'yindan boshlaymiz. Helikopter o'yini. Men anchadan beri o'ynamadim. Mayli, endi o'ynab ko'raveramiz. Bu o'yin menga yoqadi. Yaxshi o'yin, menga yoqadi. Hozirna boshlaymiz. Chunki bu o'yinni ancha o'ynadim. Qurollarni 4 ta qurol o'ynadim. Buni o'ynayman. Chipta olganman. Bir o'yinimizni boshlaymiz. Qurollarni sotamiz. O'ynaymiz. Buni ovozini yo'q qilmoqchiman. Ovoz yo'q bo'lsa yaxshi bo'ladi, men uchun yoqadi. Boshidan o'ynaymiz. Ovoz menga yoqmaydi, shunga o'ynayman. O'zim kechirasiz, o'zi ovoz yo'qmi? Menga yoqmaydi, ovoz yo'q qo'yish. Kishini kallasiga double. Pastda o'tsa ovoz eshitira bo'ladi. Ana qanchasi yoqib ketdi. Yana bitta bombani portlatib oldim. Demak, birinchisi tugadi. Endi qaysi birini olsam ekan? Mana buni olmoqchiman. Endi 140 dan 3tasi yetmaydi baribir. Lekin bitta reklama ko'rib qo'yish. Plus ko'pmi, kammi, lekin baribir reklama ko'ringlar, maslahat sizlar uchun. Menga shunaqa o'yinlar yoqadi. Tortmoqchi emasman lekin. Menga shunaqa o'yinlar yoqadi-da. Shunaqa o'tish, shunaqa o'yinlar menga yoqadi. Nimaga yoqadi menga shunaqa o'yinlar? Ko'p o'ynayman shunaqa o'yinlarni. Bu o'yinni o'ynab ko'rish kerak ekan. Yo'q, bor. Kuchayish kerak ekan bu o'yin uchun. Bilmadim endi bu qanaqa o'yin. Bu o'yin ham yoqdi, ham yoqmadi. Mana keyingisini boshladik. O'ynalyapti, ketyapti. Mana boshlandi. Ketyapti. Yaxshi ketmoqda. Bu o'yin nima yoqishini aytaymi? Chunki men senga dars qildik. O'z maktab vaqting bo'ladi, yig'ishtir ketgan. Xo'p bo'ladi.